Bugun biz mifam bilan birga yeyishga mos keladigan Yuşan Rusur qo'rishlarini birlikda o'rganaylik. Avval go'shtni qalamchala to'g'rab, bir qachoq solib, bir tal tuxumning iqi, tuz, tititqular, oqmish, 2 tim jangot emitib, takshi aralashtirib, andin bir qo'shib kraxmal solamiz. Kraxmal silishimizga sabab bo'lsa, go'shtni yumshoq, texim yeyishlik qilib beradi. Davomli aralashtirib olamiz. Muvofiq miqdorda suv quyib aralashtirib 10 minut atrofida tamlantirib olamiz. Qarmorni qachoq solib, ilmon suv quyib ko'ptirib olamiz. Saykoytlarni ekranda ko'rsatilgandek to'g'rab tayyor qilib olamiz. Qozonga mediya sap gaz yog'idan jiqaroq quyib qizig'anda tamlantirib olgan go'shtni silib, o't kuchini tanglab, normal holatda sarayganda to'g'rab tayyor qilib olgan saylarni choyloq silib, ustiga go'shtni to'kib olamiz. Ko'rib musharakapsiz, filmga yurak berib saqlab olib, davomini ko'ring. Qozonga oz miqdorda mediya sap zig'irmaydan quyib, qizig'anda bir qo'sh xavyu, samsaq, sinjang, so'ngpiyoz, challajonni silib, mazlik biroq chiqib, 2 shumish atrofida suv quyib, aralashtirib, tuz, tititqu, oqmush, oq shakar silib, ta'min etib, majun o'tib olgan go'shtni tayyor qilib olgan sayko'klardan silib, takshi aralashtirib, 2 tim ochiq suv quyib, qo'rib, o'lkiraxman shirinisi berib, suyi yepishqa holat kelganda taqsiga olib, mefam bilan yeyishga bo'ladi. Yuşan Rusurni bu usulda qo'rganda baklimazlik yeyishlik chiqadi. Siz uyingizda sinab ko'ring. Men Samatcha Aslam yaxshi bo'lganda media markasiga diqqat qilishni unutmang.